Coaching kursimiz bu xalqaro kurs. Bu hozir butun dunyoda, aynan chet ellarda juda ommaviy bo'layotgan kurslardan biri hisoblanadi. Chunki coaching bu psixologiya emas. Chunki coach kelajak bilan ishlaydi. Psixolog o'tmish bilan ishlaydi. Coaching kelajak bilan ishlaydi va bu kimlar uchun kerakli kurs. Hayotda o'z yo'lini topolmaydiganlar uchun life coaching to'g'ri keladi. Kerakli kurs. Ular hayotda o'z yo'lini topishiga, maqsadlarga erishishiga, orzu maqsadlarga qadamlarini to'g'ri qo'yishiga va o'zini motivatsiyasini oshirishga qaratilgan kurs hisoblanadi. Yoki bo'lmasa biznes coachlar. Ular nima qiladi? Ular ana o'sha biznesdagi to'g'ri strategiyalarni tuzishiga yordam beradigan coachlar bor. Undan tashqari sport bo'yicha coachlar bor. Qandaydir sportsmen hayotda yuqori o'rinlarga, g'alabalarga erisha olmasa, demak unga coach kerak. Coach unga kuchli motivatsiya berish kerak, yakuniy o'lchamli natijani ko'rsatish kerak. Ana o'shanda o'sha sportchi katta marraga erishadi. Ko'rib turganingizdek, coach hamma joyda, hammaga kerak bo'lgan soha hisoblanadi va men coaching kursimda xalqaro sertifikat beraman. Ya'ni bizning coaching kursimizda 3 ta xalqaro organizatsiya tomonidan tasdiqlangan xalqaro sertifikat beriladi va chuqur bazaviy life coachingni o'rgatiladi. Life coaching bu hayot sohalariga qaratilgan coaching hisoblanadi. Demak, mening coaching kurslarimda life coachingni o'rganib, ICU, ICTA va YNLP sertifikatlarini qo'lga kiritishadi mening shogirdlarim.